yaxshilikni keti uzilgani yo'q. Bizning vazifamiz yaxshilik qilish. Dubayda Ulug'bek Maksumov $30,000 kitobni sotib olgan va aytgan, bilasiz, keling sizga shu chibadanchada shu pulni berib qo'y, siz borib hamma narsani uy sotib oling. Men aytdim, yo'q Ulug'bek aka. Elmurod. Aniq ismingiz Elmurodmi? Erik deyshadi siz-a? Bizni haligi New York merimiz ham Erik Adams. O'sha bilan aka-uka emasmisizlar? Qarindosh, Elmurodga qarsanglar bo'lsin, $500. Rangli paypoqlar. Baribir olamdan o'tadi bir haftadan keyin deyishdi. Men O'zbekistonda edim, bordim. Endi u bola bilan gaplashdik, motivatsiya berdim, endi kerakli yordamlarni ham berdim. Endi ketdim. Oradan 1 yil o'tgandan keyin haligi opasi yozdi. Endi bir qancha qilib yozdi, o'qisam endi boshladi, haligi siz o'shanda ukam ahvoli og'ir edi, kelgandingiz dedi, yuragim shuv etdi. Endi bir qancha qilib yozgan, oxirida qarasam, o'sha kelganingizdan keyin ukam motivatsiya olib, shu kasallikni yengib, hozir soppa-sog' bo'lib ketdi dedi. Navbat shunaqa katta. O'sha o'zimiz yeb yurgan gumma New Yorkda yo'q edi. Sizga katta rahmat. Demak, $30,000 bu yoqdan, $20,000 bu yoqdan, umumiy hisobdan bugun $50,000 yig'ildi va bu bizning super rekordimiz. Mana endi hamma chiqishlarni tugatdik. Agarda ruxsat bersanglar, hozirda videomiz bor. Mana shu videoni ko'ringlar. Biz demak, bundan oldin men yarim yil oldin Yevropa davlatlariga borib, kitobimni taqdimotlarini o'tkazdim va o'sha yerda auksion o'tkazdim. Va mana shunday taqdimotlar va auksionlar Yevropaning 3 ta davlatlarida bo'lib o'tdi. Fransiya, Germaniya va Polshada. Agarda Fransiyada taxminan bir 10-15 ming yevro, xuddi shuncha pul Germaniyadan bo'lgan bo'lsa, eng ko'p pul Varshavada bo'lib o'tdi. Varshavada 700 dan ortiq vatandoshimiz tashrif buyurdi. Deyarli hammasi yoshlar va men aytdim, talabalar ishtirok etmasin dedim faqat auksionda. Faqatgina o'sha tadbirkorlar ishtirok etdi va biz rekord summani yig'dik. 28,150 yevro. Va hozirda mana shu pullarga vatandoshlarimiz shaxsan o'zlari kerakli hamma narsani sotib olishdi. Biz faqatgina ro'yxat berdik xolos va ularning hammasini o'zlari topshirishdi. Ruxsat bersanglar, hozirda 1 daqiqalik videomiz bor. Shuni birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Hurmatli bolajonlar, qadrli ota-onalar. Biz Yevropa davlatlarida, ya'ni Germaniya, Polsha va Fransiyada taqdimotlar o'tkazdik va har bir taqdimotning oxirida xayriya auksionni o'tkazdik. Vatandoshlarimiz o'zlari xohlab sizlarga bu ikkita gidromassajli vannachkani sizlarga Fransiyadagi vatandoshlarimiz taqdim etishdi va ular tomonidan yana sizlarga 6 ta kravat ham bugun o'zida beriladi. O'shalarga katta rahmat. Germaniyadagi vatandoshlarimiz ham sizlarga 2 ta vanna taqdim etadi. Qolaversa, eng asosiysi shu harakatlar bilan aytib o'tdilar. Bo'z apparati kerak ekan sizlarga. Sal qimmatroq ekan, $4,500, lekin bu bo'z apparat ham bugun sizlarda. Va Polshadagi vatandoshlarimiz tomonidan taqdim etilayotgan ham gidromassajli vannachkalar, qolaversa dori-darmonlar, ular ham hammasi sizlarga. Bu yerda mana obunachilarim ham ishtirok etishdi va sizlarga kerakli bo'lgan mana shunday pamperslar, avtomat parashok, nimani shoir maktabida aytgan bo'lsalar, qoshiq vilka, pijamalar, adyolar bugun o'zida taqsimlanadi va sizlarga beriladi. Shu narsani bilinglarki, biz mana shu jarayonni davom ettiramiz va biz sizlar bilanmiz. Bular hammasi mana bu adyollar, hammasi bu balanskilar. Sovg'alar topshiriladi. Ochinglar. Pampersi. Mana sizlarga. To'ylarga xudo xolisa taklif qilinglar. Mana boshlovchi sizlarga bepul. Tayyor. Sog'lom bo'linglar va albatta o'zingizlarning ustingizda hamisha ishlanglar.
Kaliforniyadagi vatandoshimiz Grisha ismli bizga yordam bergandi. Ularga bir og'iz iltimos qilgandim. Mana shunday gidromassajli vannochka bu yerga juda ham zarur edi va Grishaga shu fursatdan foydalanib rahmat deb qo'ymoqchiman o'zimizni vatandoshimiz Grigoriy Mirzayev. Ikkinchi vannochkani ham boshqa yurtdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlari tomon qiladi. Aynan o'shalar olib berishgandi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Minnatdor. Keling mehribonim, keling. Kete tur. Keling. Keling. Rahmat, keling. Yo'qsagan katta odam. Undan ham zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Yaxshi kuninglarni ham qaytaring. Rahmat. Ilohim amin. Xudo xolisa mana shunaqa joylar kasal bo'lmaganligi sababli tez orada yopilib ketsin. Amin. Allohu akbar. Bunday xayriya aksiyalarni men 16 yil oldin boshlaganman. 16 yil oldin afsuski oilamizda juda qo'rqinchli fojia bo'lgan. Rahmatli onam 49 yoshda saraton kasalligidan o'tib qolganlar va o'sha paytda men endigina o'qishni bitirgandim va pul, tanish hech narsa yo'q edi, hattoki ish ham yo'q edi. Va o'sha paytda begona odamlar menga yordam bergan lekin oyimi, do'stlari, chunki o'zim u paytda hech kimni hali tanimasdim, men 23 yosh edim. Lekin o'zimga o'zim va'da berdim. Xudo xolasa qachondir agarda oyoqqa tursam, men albatta o'zim qanaqa vaziyatga tushib qolgan bo'lsam, mana shunday vaziyatga tushgan odamlarni qidirib topib, ularga albatta yordam beraman. Va aktyor bo'ldim 25 yoshda, o'sha vaziyatdan keyin, o'sha 2 yildan keyin va Instagram akkauntimda o'sha paytda 30 mingta, 40 mingta obunachi bor edi. Men gematologiya, onkologiya markaziga, bolajonlar bo'limiga borib, o'sha yerda hamisha e'lon berardim. Hurmatli obunachilar, 1-iyunda xalqaro bolalar himoya qilish kunida bizga palonchi narsalar kerak. Qanaqa dorilar kerak? Qanaqa demak pamperslar, hattoki ba'zida mana bundan oldin aytib o'tganimdek, qoshiq vilkalari ham yo'q edi. O'shani men e'lon berardim. Vrachlar bilan intervyu qilgan holda. Va odamlar o'zbek xalqi juda saxiy xalq. Gruzavoy mashinalarda olib kelishardi. Bolajonlarga o'yinchoqlar, pamperslar, ayniqsa pijamalar yo'q. Eng katta muammo mana shunday klinikalarda pijama yo'qligi. Ayniqsa uzoq viloyatlardan kelgan bolajonlar uchun. Va mana shunday pijamalarni katta korobkalarda olib kelishgan. Bu narsa bo'lardi, yordam bo'lardi, lekin men xohlagan masshtabda emas. Keyin mana 3 yil oldin o'z kitobimni yozganimdan keyin men mana shu kitobimni rahmatli oyimga bag'ishladim va har bir kitobning taqdimoti oxirida xayriya auksionni o'tkazib, bolajonlarga bundan oldin aytib o'tganimdek, shu kungacha 250 ming dollarlik kerakli barcha yordamni biz ko'rsatdik. Rekord 2 marta bo'lgan. Bundan oldin aytib o'tganimdek, bu Dubayda Ulug'bek Maksumov 30 ming dollarga kitobni sotib olgan va aytgan, "Bilasiz, keling, sizga shu chibadanchada shu pulni berib qo'y, siz borib hamma narsani uy sotib oling." Men aytdim, "Yo'q, Ulug'bek aka. Siz shaxsan o'zingiz yoki o'zingiz vakilingiz. Mana sizga dorilarning ro'yxati, o'shani sotib olasiz va shaxsan borib o'zingiz topshirasiz." Meni vaqtim yo'qdi. Men aytdimki, bizda kelishuv bo'lgan. Menda pul bilan kontakt yo'q. Bo'lmaydi ham. Buni shaxsan o'zingiz qilgan paytingizda dilingizga nur kiradi, Ulug'bek aka, mana ko'rasiz. Xo'p, dedilar va singlari orqali mana shu demak Qurbonova nomidagi markazda bolalar cerebral falajiga duchor bo'lgan bolajonlar uchun 1 yilga oldindan kerakli barcha dorilarni 30 ming dollarga sotib olib, singlisi olib kelgandan keyin Ulug'bek Maksumov menga telefon qildi. Rahmat, mana shu yo'lni menga aytib qo'yganingizga. Mana endi biz doimiy tarzda mana shu xayriya ishini qilamiz, chunki haqiqatan ham qalbimizga nur kirdi. Xuddi o'zimizni boshqatdan tug'ilgandek his qildik. Rahmat dedi. Shuning uchun mana har bir auksionimni sharti shunda. Siz o'zingiz bu yordam berasiz. Biz faqatgina sizga kerakli narsalarni ro'yxatini beramiz, xolos. Hurmatli mehmonlar, hozirda esa ushbu ekranga e'tiborlarini qaratishingizni iltimos qilaman. Bu bizga mana shu bugun kerakli bo'lgan Qurbonova nomidagi markazda Toshkent shahrida joylashgan bolalar cerebral falajga duchor bo'lgan bolajonlar uchun mana shu 3 ta narsa juda ham kerak. Eng birinchisi bu apparatni kompyuterni kompleks bioakustik korreksiya Synchro S. Bolajonlarni gapirishi uchun bunaqa bolajonlarning rivojlanishi sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ularning tillariga bu narsa taqiladi va ular maktab programmasini
o'zlashtirishlar uchun bu maxsus apparatlar. Keyingisi bu Neuroport va Neuroport Plus. Bu ham bolajonlarimiz uchun nihoyatda kerak bo'lgan asbob uskuna, afsuski juda ham qimmat turadi. Hozircha bu narsa ushbu markazda yo'q, lekin bugungi tadbirimizning asosiy maqsadi mana shuni olib berish. Va eng asosiysi, устройство для транскраниальной магнитно-резонансной электротерапии мозга Tuvalu. Bolajonlarimizni sog'lig'i uchun, badani uchun biz kerakli vannichkalar va bo'z apparatlarini Yevropadagi, Osiyodagi vatandoshlarimiz orqali olib berdik. Amerikadagi vatandoshlarimiz tomonidan bu bolajonlarga ularni bilimi bilan bog'liq bo'lgan, miyasini faoliyatiga yordam beradigan maxsus asbob uskunalarni olib berish bilan shug'ullanishimiz kerak. Axir Amerika bu bilim markazi-ku. Nima uchun biz aynan bilim bilan bog'liq bo'lgan yordamni kasal bolajonlarga bermasligimiz kerak. Menga hozirda bitta kitobni bering va hurmatli yurtdoshlar, kitoblar deyarli qolmadi. Bugun mana oxirgi 25 ta ekzemplar va demak mana shu kitob hozirda auksionga qo'yiladi. Buni boshlang'ich narxi $100. Bizni bugungi vazifamiz mana shu apparatdan birortasini O'zbekistondagi cerebral falajiga duchor bo'lgan bolajonlarga, Qurbonova nomidagi markazda yotgan eng ahvoli og'ir bolalarga yordam berish. Demak, boshlang'ich narxi $100. Kim ko'proq beradi? $150. Rahmat, Abdulaziz. Marhamat. $300. Rahmat. Elmurod. Aniq ismingiz Elmurodmi? Erik deyishadi sizni. Bizni haligi New York merimiz ham Erik Adams. O'sha bilan aka-uka emasmisizlar? Qarindosh, Elmurodga qarsanglar bo'lsin, $500. Rahmat. Shahlo? Qancha? 700. Shahloxonga qarsanglar bo'lsin. Mukarramxon? Men o'zi hayotimda ikkita mukarram bo'lgan xolos. Birinchisi bu Mukarramxon Turg'unboyeva, ikkinchisi bu siz. $1000. Rahmat. Yana kim ko'proq beradi? $1000. $1,500. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Xurshidaxon. Xurshidaxon. Xurshidaxon, rahmat. $1,500 qarsanglar bo'lsin. Marhamat. $2000. Rahmat. Qarsanglar bo'lsin vatandoshimizga. Shahlo? Shahloxonga qarsanglar bo'lsin $2,500. Kim ko'proq beradi? Odil Ahmedov? $3000. Rahmat. Rahmat Odiljon. Minnatdorman. $3000. $3000 bir. $3000 ikki. $5000. Qarsanglar bo'lsin. Menimcha bugun bittasini emas, hammasini xudo xolasa beramiz. $5000. $5000 bir. $5000 ikki. Hurmatli yurtdoshlar, hozirda ekranga e'tiboringlarni men qaratishinglarni iltimos qilaman. O'tgan yili bir voqea bo'ldi. O'zbekistonda hamma xayriya tadbirlarini o'tkazib, bolajonlarga hamma narsani olib berdik, hamma dorilarni tarqatdik va O'zbekistondan New Yorkka ketish kerak bo'lgan paytda o'sha kechasi soat 7 edi kechasi, men soat 3 da aeroportda bo'lishim kerak. Soat 7 da kechqurun menga bolalar onkologiya gematologiya markazida reanimatsiya bo'limining boshlig'i telefon qildi. Otabek, men bilaman, hamma xayriyalar tugagan, hamma dori-darmonlar berib bo'lingan, lekin bizda juda og'ir vaziyat. Nima bo'ldi desam, Bekzod ismli 17 yoshli yigit. U juda og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi. Unga hozir $2,500 dori kerak. Juda og'ir ahvolda. Hozir mana shu videoni birgalikda ko'ramiz. Men ertaga AQShga qaytib ketaman. Mana nomerlarimni oilalarga berib qo'ying. Menga siz yozib turing. Men sizni akangizman. Nechta akangiz bo'lsa, o'shanga +1 qilib qo'ying. Xo'p? Yo'q. Men siz akangizman. Nima demak bor endi? Men akangizman. Xo'p? Menga ham yozib turing bilan ahvol bo'yicha, xo'p? Kitobimni o'qish boshladingizmi? Hali o'qiysiz ancha. Men sizga kerak bo'lsa kelib o'zim o'qib beraman, xo'p? O'zingiz ehtiyot qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men 2-3 haftada kelaman. Xo'p. Oyingizlar bilan telefonlashamiz. Xudo xolasa uyingizga boraman ko'rgani, xo'p?
Sizni vazifangiz ungacha uyda bemalol soppa-sog' bo'lishingiz. Men sizni uyga borib ko'raman. Xo'p? Молодец. O'sha paytda nima qilishni bilmadim, chunki hamma pul tugagandi, hech narsa yo'q edi. Lekin Allohim chevar. 5 daqiqa o'tar o'tmas Filadelfiyadagi vatandoshimiz Akmal menga Telegramdan yozib qoldi. Otabek aka, videozni ko'rib qoldim. Xayriya ishlarni qilayotgan ekansiz. Menda ro'parasi $2,500 bor edi. O'shani sizga berib yuborsam maylimi? Borda bolajonga yordam berishingizga. Men bilaman pul bilan kontaktingiz yo'q, lekin bir safar iltimos. 5 daqiqa o'tmadi. Kerak o'sha pul Akmal aka dedim. O'sha bolaga kerak. Shundan menga zeldan o'tkazdi. Men shuni chiqasimda klinikaga borib, kerakli dorilarni olib, Begzodga topshirdik. Lekin ertasi kuni Begzod o'tib qoldi. Biz ulgurmadik. Shunda Begzodning oyisi mana shu dorilarni Begzodning o'rniga kelgan kasal bolaga topshirdi. U bola shu $2,500 dorini qabul qildi va hozir soppa-sog', hozir talaba va baxtli hayot kechirmoqda. Yaxshilikni keti uzilgani yo'q. Bizning vazifamiz yaxshilik qilish. Qolgani kimgadir nasib qiladi, kimgadir yo'q. Shuning uchun albatta $5,000 bu yaxshi, lekin bizga sal ko'proq pul kerak. Iltimos, $5,000 dan kim ko'proq berishga tayyor? Marhamat. Marhamat. Kim mana shu bolajonlarga shaxsan o'zi mana shu texnikadan bittasini sotib oladi va shaxsan o'zi topshiradi. Noyabrning oxirgi haftasida birgalikda topshiramiz. Chunki men atayin O'zbekistonga boraman. Mana shu jarayonni demak ko'rsatish uchun. Marhamat. Rahmat. Azizbek, meni qadrdon do'stim, Azizbek, rahmat sizga. $10,000 bir, $10,000 ikki, $10,000 uch sotildi. Azizbek, assalomu alaykum. Katta rahmat sizga. Do'stimizda bir nechta sohalari bor tadbirkorlik bo'yicha, ayniqsa Kings Highwayda Okko supermarketini bilsanglar, egalari aynan mana shular. Shunaqa bir afsonalar yuribdiki, u supermarketni boshqa davlatlarning vakillari egasi yo'q, biz vatandoshlar. Va bularni ko'p yerlardan beri taniyman. Mana shunda bizga bugun $10,000 yordam ko'rsatganingiz uchun sizga katta rahmat. Mana shu sizga. Biz sizni ketmay turing, New York radiosida kutamiz. Bizning surprizimiz ham bor sizga. Demak, bu hammamizdan New York radiosidagi intervyu mendan va sizga yana qo'shimcha bir sovg'amiz bor. Bu sovg'ani hech kim bermaydi sizga. Amerikada ham, O'zbekistonda ham, lekin men beraman. Marhamat. Rangli paypoqlar. Xuddi bizga o'xshab, rang-barang narsalar kiyib bering. Rahmat. Salom. Azizbekka qarsiylar bo'lsin. Endi menda savol bor edi. Kim bizda Shahloxon qancha bermoqchi edik? Сколько вы хотели dать? 3,000. Keling bu yoqqa. Bizga o'sha 3,000 kerak. Иди сюда, Shahlo. Come here please. Men o'zimga so'ramayapman. Keling. Men o'zimga so'raganim yo'q. Men kasal bolajonlarga so'radim. Shuning uchun bizda 10,000 emas, bizda 13,000 bor. Qarsiylar bo'lsin, kitob sizga. Аваламбор, ассаламу алейкум всем. Пользуясь случаем, хочу тебя поздравить с днем рождения. Я обещала позапрошлом году прийти, в прошлом году. Ну вот, я пришла в этом году. Поздравляю тебя. Желаю тебе больше успехов. Я тебе всегда говорю, не останавливаться на достигнутом. Спасибо. Удачи тебе. Rahmat, спасибо. Rahmat. Mana bizda $13,000 bor. Так, Odil Ahmedov qancha bermoqchi edingiz? Qancha? Keling. 3,000 ya? Mana shu kitob sizga sovg'a. Demak, bizda 3,000 emas, bizda 13,000 emas, bizda 16,000 bo'ldi.
Rahmat, bu to'g'risi haligi mentalitetga ozgina to'g'ri kelmaydigan narsa-yu, bu ishlarni qilish men tarafdan. Lekin shu kasallik bilan kasallanib yurganligiga doimiy ravishda yordam berib turaman. Shu bitta voqeani aytib beraman. Bir kuni Shanxayda o'ynab yuraman. Menga bitta qiz yozdi. Ukam, siz muxlisingiz, hech narsangiz kerak emas, faqat o'zingiz kelsangiz bo'ldi. Oqon kasalligi bilan kasallanib yotibdi. Doktorlar aytishdi, baribir olamdan o'tadi, bir haftadan keyin deyishdi. Men O'zbekistonda edim, bordim. Endi u bola bilan gaplashdik, motivatsiya berdim, endi kerakli yordamlarni ham berdim. Endi ketdim. Oradan 1 yil o'tgandan keyin haligi opasi yozdi. Endi bir qancha qilib yozdi, o'qisam endi boshladi, haligi siz o'shanda ukam ahvoli og'ir edi, kelgandingiz dedi-yu, yuragim shuv etdi. Endi bir qancha qilib yozgan, oxirida qarasam, o'sha kelganingizdan keyin ukam motivatsiya olib, shu kasallikni yengib, hozir soppa-sog' bo'lib ketdi dedi. O'shandan keyin haligi o'zimga shu narsani bir qonun qilib olganman. Doimiy ravishda shu oqqon kasalligi bilan kasallangan yoshlardan xabar olib turamiz. Endi baribir kasallikka eng katta davosi baribir psixologik yordam. Dori-darmon ham kerakli vaqtda yordam bermaganda insonning mehri, insonning motivatsiyasi yordam berishi mumkin. O'shaning uchun sizni qilayotgan ishingiz birinchi o'rinda eng katta savob, ikkinchi o'rinda hamma uchun o'rnak. Xudo xolasa imkon qadar doimiy ravishda birgalikda ishlashga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat. Elmurod Haqnazarov, qancha bermoqchi edingiz? Keling. Bizga kerak o'sha pul. Bizda 16 ming emas, bizda 16.500 bor. Gapiradigan gapingiz bo'lsa, marhamat. Bo'l. Qarsiylar bo'lsin. Mukarramxon, qancha bermoqchi edingiz? Keling bu yoqqa. Keling. 1 ming bermoqchi edingiz. Demak, bizda 16.500 emas, bizda 17.500 pulimiz bor. Qarsiylar bo'lsin. Xayrli ishlaringiz uchun omad tilayman. Biz bolajonlarga menimcha bu katta yordam bo'ladi. Rahmat hamma qatnashganlar uchun. Rahmat Mukarramxon. Keling. Qancha bermoqchi edingiz? Keling, xalq sizni biladi. Keling. Qancha bermoqchi edingiz? 2 ming. Do'stlar, bizda 16.5 ming emas, bizda 18.5 ming bor. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Men Otim Bobur, Samarqandlik. Otabek aka, tug'ilgan kuningizdan tabriklayman va sizga katta rahmat mana shunday xayriya ishlarini tashkillashtirganingiz uchun. Meni o'zim ham juda ham qanday desam, yaxshi ko'raman mana shunaqa tadbirlarda qatnashishni, xayriya qilishni. Allohim shu kunlarga yetkazganiga shukr va katta rahmat sizga. Ishlaringizga omad. Rahmat. Bobur akani demak juda bir yaqinda shunaqa joy ochdilar, Uzdonor degan. U yerda somsani bunaqasini hali yemagansizlar, chunki ham go'shtli, ham oshqovoqli somsani aralashtirishgan. Juda ham zo'r va eng asosiysi, New York tarixida bo'lmagan narsa o'tgan hafta boshlandi, bilasizlarmi? Mana shu inson tomonidan gumma sotilishi boshladi. Navbat shunaqa katta. O'sha o'zimiz yeb yurgan gumma New Yorkda yo'q edi. Sizga katta rahmat. Rahmat Bobur aka. Rahmat. Mana bizda 18.5 yurist do'stimiz Abdulaziz qancha bermoqchi edingiz? $300. Marhamat. Bilasizlarmi, O'zbekistonda yurist bo'lish juda ham qiyin. Lekin Amerikada, New Yorkda o'qib turib, bar imtihonlarini topshirib, advokat bo'lish undan-da qiyin. Do'stimiz Abdulaziz aynan mana shunday muvaffaqiyatga erishgan. Tanishing, New Yorkdagi advokat, bizning vatandoshimiz. Otabekka katta rahmat. Avvalo tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bunaqa tadbirlarga meni taklif qilganingiz uchun ham katta rahmat. Bu men uchun birinchi ishtirok va shu bilan birga o'zi faoliyatimni boshlaganimga 1 hafta bo'ldi. Dushanba kuni boshlagandim. Xudo xolisa o'ylaymanki, meni faoliyatim rivojlanishi bilan bunaqa xayriya ishlarida meni imkoniyatim ham yanada ko'payib, albatta bunaqa xayriya tadbirlarda yanada ham faolroq ishtirok etishga harakat qilamiz. Rahmat. Bu sizga, menimcha hayotingizdagi eng qimmat kitob bo'lsa kerak. $300 ga hali sotib olmagansiz.
Bo'lganmi? Bo'lgan. Bar examga tayyorlanish uchun 3,5 ming dollarga kitob bo'lgan. Kelinglar bo'lsam 300 emas, 3,5 ming dollar bering bizga. Rahmat. Demak, do'stlar, bizda 18 ming qancha yig'ildi? 19,800 dollar yig'ilibdi. Endi men ko'proq o'sha matematikadan uzoqroq edim. Shuning uchun buyuk matematik Lobachevskiy nevarasini taklif qildim. Tak, keling bu yoqqa. Keling. Yo'ldosh taniysizmi? Yo'ldosh emas. Voy, Abdurashid, kechirasizlar. Nima bor o'zi? Abdurashid qancha bermoqchisiz? Shu to'pa-to'g'ri qilmoqchiman, 200 qo'shmoqchiman va 20 ming bo'ladi. Rahmat. Kitob. Abdurashid, mana shu kitob sizga. Gapiradigan gapingiz bo'lsa marhamat. Ikki og'iz gapim bor. Assalomu alaykum hammaga. Endi jamlaqa zo'r gapirmayman. Prosta men 1 yil oldin bo'lgan narsani gapirib o'tmoqchiman. Sizni bergan ajoyib motivatsiyangiz menga. 1 yil oldin men endi blogerlikni boshlamoqchi edim va to'yda siz tiktir edingiz. Ajoyib to'y bo'lgan. O'sha kuni men o'ynayverib, charchab ketib, sizni oldingizga kelganman va orqangizdan siz ovqat yegandingiz. Sizni orqangizdan turtganman bunday qilib. Otabek aka deganman. Siz qo'rqib ketib, kim bu degansiz. Keyin kechirasiz Otabek aka, men qo'rqitmoqchi emas sizni. Bitta maslahat so'ramoqchi edim. Qanday qilib men ham sizga o'xshab ajoyib bloger bo'lsam bo'ladi deb aytgandim. Siz hozir mana shu ovqatimni yeb olay, sizga hozir javob beraman, maslahat beraman degandingiz. Keyin oradan bir yarim soat o'tgandan keyin aytgandingiz. Siz ajoyib bloger bo'lasiz, faqat odamlarga manfaatli va kayfiyatni ko'taradigan videolar qiling deb aytgandingiz. Kattakon rahmat sizga. Otabek aka o'sha payt bergan motivatsiyangiz mana hozir o'z-o'z odamni tanib boshlayapti meni. Bu juda ham menga yoqimli. Kattakon rahmat Otabek aka. Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Eng arzon kitobni men oldim, Yescho. Rahmat. Demak 20 ming bo'ldi. Katta rahmat. Endi kim kitobni sotib olgan bo'lsa, mana shu yigit bilan tanishib olinglar. Bular Amirjon. Bular gruppa tuzib qo'ygan Telegramda. Mana shu gruppaga a'zo bo'lasizlar va hamma ma'lumot o'sha yerda bo'ladi. Endi esa, demak bizda 20 ming dollar, to'g'rimi? Endi mana shu uskunalarni narxini ko'ramiz. Qani, pulimiz yetadimi yoki yo'qmi? Oldindan ko'rsatmagandim chunki qo'rqib ketmasligingiz uchun. Marhamat. 12.430, 1.200, 1.700. Demak, aslida bizga 15.300 dollar kerak edi, lekin 20 ming dollar yig'dik. Xudoga behisob shukr. Endi sizlarga savolim bor. New Yorkda qornimiz ochib, O'zbekistonni sog'ingan paytimizda bitta porsiya osh sotib olish uchun qancha pulimiz ketadi? To'ppa-to'g'ri Zamir Salim, 15 dollar. Endi sizlarga bir murojaatim bor. Qurbonova nomidagi markazda cerebral falajiga duchor bo'lgan bolalarda kasallik natijasida chaynash va ovqatni yutish imkoniyati juda ham kam. Shuning uchun ular oddiy ovqat yeyish olmaydi. Ular juda ham oson. Ularga maxsus ozuqa bor va uni bitta bankasi 15 dollar turadi. Bizi bitta yeydigan oshimiz. Lekin agarda biz u oshda yeb turib yarim kunga qornimiz to'ysa, bu bir banka ovqat har bir bolajonga ro'parasi 10 kunga yetadi. Agarda bu ovqatni yemasa bolajon, u shunchalik ozib ketadiki, unda mushaklar bo'lmaydi. Mushaklar bo'lmasa, biz hamma olib bergan mana shu uskunalar unga yordam bermaydi. Shuning uchun hurmatli New Yorkdagi va qolaversa boshqa shtatlardan tashrif buyurgan vatandoshlar, agarda sizlarda mana shu 15 dollarga hech bo'lmasa imkoniyat bo'lsa, bormi imkoniyat 15 dollarga? Bor-a? Mana shu 15 dollarga maxsus ozuqani olib berish uchun o'zingiz bilib, mana shu Amirjonga murojaat qilasiz. Ular sizni Telegram gruppaga qo'shib qo'yadi va noyabrning oxirida, noyabrning eng oxirgi haftasida biz mana shu markazga borgan paytimizda sizlar ko'rasizlar biz qachon borishimizni. Ushbu ozuqani nomini men yozib gruppaga tashlab qo'yaman. O'shani o'zingizlar sotib olishingiz mumkin. O'zbekistondagi vakillar sotib olishi mumkin va uni o'sha kuni o'zingizlar mana shu bolajonlarga topshirasizlar.
Bunday ozuqa davlat tomonidan beriladi. Sekundочку. Davlat tomonidan beriladi. Lekin bu bolajonlar uyga borgan paytda, uzoq qishloqlarga borgan paytda ularning ota-onasida bunaqangi ozuqani olib berishga imkoniyati yo'q. Shuning uchun iltimos, agarda mana shunday bir porsiya oshda ayamasanglar, bolajonlarga mana shunday ovqatni olib bermoqchi bo'lsanglar, mana shu guruhga qo'shilinglar va shaxsan o'zinglar va vakillar orqali bu narsani sotib olishinglar mumkin. Rahmat e'tibor uchun. Zafar aka. Филадельфиядagi vatandoshimiz Zafar aka, marhamat. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Сколько собрали там? 20. От Филадельфии 20. Как? Книжку давай. Поздравляю. Спасибо большое. Давай. Filadelfiyadagi kechirasiz. Filadelfiyadagi vatandoshlarimiz nomidan yana $20,000 qarsiylar bo'lsin. Спасибо. Если вы хотите что-то сказать, пожалуйста. Что делать? Спасибо тебе. Men bugunoq labbay. Demak, go'sht restoranini yaxshi bilasizlar. Mana biz vatandoshlarimiz Timur aka va Baxtiyor aka qancha? 5,000. Demak, 20,000 emas, 25,000. Katta rahmat. Katta rahmat. Timur aka, Baxtiyor aka o'tgan safar ham taqdimotda ishtirok etgan va juda katta yordam ko'rsatishgan. Demak, bizda qo'shimcha $25,000 bor. Bu degani men ushbu markazning rahbari Shoir Oktabrning telefon qilaman va $25,000 ga yana qanaqa asbob uskuna kerak bo'lsa, mana shu guruhga nomini men tashiyman. Mana shu $5,000 sizlardan va Zafar akadan o'sha $20,000lik asbob uskunalarni o'zingizlar olib berasizlar va noyabrda oxirgi haftasida o'zingizlar yoki vakillar topshiradi. Yana kimdir Zafar aka qancha? Zafar akaga bitta qarsiylar bo'lsin. Zafar aka, Filadelfiyada eng katta o'zbekona restoran bor, Bellagio. 430 odam sig'adi. Bunaqa o'zbekona restoran butun Filadelfiyada faqat bitta. Bu ham bo'lsa, Zafar akamga tegishli bo'lgan, ularning o'g'illari Daler va Doniyor, men ukalarim o'sha yerda yuritishadi. Mana shu kitob sizga. Aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat. Otabekjon, rahmat. Haligi endi yaxshilik qilsang agar o'ng qo'l bilan bersang chapuk bilmasligi kerak edi. Endi shunda bo'ldi, odamlarning oldida bo'lyapti. Siz qilayotgan ishlar juda ham katta ish. Endi sizni hozir maqtasak juda ham ko'p narsa aytsa bo'ladi. Nima deganda, nafaqat shu yerda o'tirganlar, Amerikadagi hammalarni siz eng yaqin insonni. Har bitta xonadon sizni hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Nima deganda, bizlarning eng yaxshi kunlarimizni siz o'tkazasiz. Sizni tabriklayman. Yana John Rockefeller aytgan ekanki, farovonligingiz uchun qabul qiladigan qarorlaringizdan bog'liq. Siz qabul qilayotgan qarorlaringiz juda ham yaxshi. Men o'ylaymanki, sizday farovon odam bo'lmaydi. Sog' bo'ling, tabriklayman. Rahmat. Hurmatli do'stlar, bizda qo'shimcha $30,000 va bu degani noyabrda eng oxirgi haftasida sizlar ham bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Agar O'zbekistonga borib qolsanglar o'sha paytda men hamma video hisobotlarini ko'rsataman. Demak, $30,000 bu yoqdan, $20,000 bu yoqdan, umumiy hisobdan bugun $50,000 yig'ildi va bu bizning super rekordimiz. Hammaga maqtanib yurardim. Dubayda $30,000 bo'ldi. Mana Polshada $28,150 bo'ldi. Mana axir bu New York-ku. $50,000. Rahmat. Endi esa demak barchani ovqatlarga taklif qilishimdan oldin men aytmoqchi edim, mana shu kitobni 3-nashri chiqyapti, xudo xolisa noyabrda. 1-nashrida 3 ta til bo'lgan, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili. 2-nashrda faqatgina 2 ta til, ekonom bo'lish maqsadida, ya'ni rus tili va o'zbek tili va ingliz tilida, chunki moliyaviy imkoniyatimiz yo'q edi va bu kitoblar bir zumda sotilib ketganiga bizda pul paydo bo'ldi va biz bemalol 3-tilni ham qo'shsak bo'ladi, lekin 3-nashr shunda chiqadiki, 3 xil kitob. O'zbek tili alohida, rus tili alohida, ingliz tili alohida. Kimga qaysi til qulay bo'lsa, sotib olishingiz mumkin. Lekin agarda ingliz tilini, rus tilini takomillashtirmoqchi bo'lsanglar, demak 3 kitobni ham sotib olasizlar va demak noyabr oyida bo'lib o'tadigan Toshkent shahridagi taqdimotda barchangizni
qolaman. Rahmat. Endi esa mana shu Almas restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sayyor opam qayerdalar? Sayyor opam. Chaqiring Sayyor opam, chaqiring. Sayyor opa mana shu restoranning egalari, ularning g'oyalari bo'ldi. Mana shu auksionni aynan shu yerda o'tkazishga. Ovqatlarni shaxsan o'zlari tayyorlaydilar. Shuning uchun mana ko'rasizlar, juda ham mazali ovqatlar. Sayyor opam chiqquncha, agarda menga birorta savol bo'lsa yoki taklif bo'lsa, marhamat. Menga savollar bormi? Kimga? Marhamat, Mavjud opa, agarda gapiradigan gapingiz bo'lsa, bemalol, marhamat. Mavjud opa, qani ketdik kanalini muallifi bizni hamjamiyatimizning yorqin vakillari. Ularning gaplari bor, hali shogirdingizman deydilar, ishonmang. Bular ustozidan o'tib ketgan shogird, chunki men bunaqa shirin ovqat tayyorlay olmayman va efirga qo'ya olmayman. Bularning qo'ldan keladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu yerga tashrif buyurgan Otabekning eng yaqin qadrdon va hurmat qiluvchi insonlar. Hammangizga qadamlaringizga hasanat xush kelibsizlar deb qolamiz. Otabekjon, biz siz bilan ancha yildan beri tanishmiz. Ko'pgina joylarda ham birga bo'ldik, Farg'ona vodiysida, boshqa joylarda ham. Avvalambor mana shu yerda tavallud topgan kun deb aytdik, lekin mana ko'pchilik bu yerda hozir imkon qadar mana shu xayriyat tariqasida o'tkazilayotgan yig'ilishda o'ylayman juda ham go'zal bo'lib o'tdi va bu yig'ilish yana bir narsani ko'rsatdi. Ya'ni insonning naqadar kuchli bir Alloh tomonidan yaratilgan bir nima desak, yaratgan narsasi deb o'ylasak ham bo'ladi. Sababi sizni mana bu yerda qirralaringizni juda ham ko'p gapirishdi. Men bunga to'xtalib o'tmayman, lekin eng asosiysi insoniylik. Ya'ni mana shu o'zingizdagi bor insoniylik orqali siz mana qancha insonlarni jamlashtirib birgalikda mana shunaqa bir chiroyli xayriya ishga qo'l urishga olib keldingiz. Men mana shu yerda bir suratni sizga taqdim qilmoqchiman. Bu suratni men o'z qo'lim bilan Sanovar opam bilan birga tayyorladik. Ko'pincha bunaqa narsani tayyorlaganda pulni yopishtirishadi. Ya'ni nima deydi, денежное дерево deyishadi. Ya'ni pul daraxti. Lekin men bu yerga tugmachalarni yopishtirdim. Sababi tugmachalarni kelib chiqishi men qisqa aytmoqchiman, 5000 yil avval bo'lgan, eramizdan avvalgi. Va bu yerda 4 ta teshikli tugmacha ham bor, 2 tasi ham bor. Mana shu 4 taligi asosan osmon, ya'ni yer, osmon, suv, olov ma'nosini bildirar ekan. 2 taligi esa umuman insonlarni har doim bir-biriga hamohang bo'lib, bir-biriga har doim yordam beruvchi tariqasida ishlatilar ekan. Umuman buni olganda bu daraxt mehr, muhabbat, insonlarni bir-biriga bog'lab turish uchun qilingan daraxt. Chunki sizning mana shu pijagingiz agar shu tugmachalar bo'lmasa ushamaydi. Siz mana hozirgi kunda qancha davlatlarni bir-biriga yopishtirib, bir-biri bilan mehr oqibatda bo'lishga olib kelyapsiz. Mana shu kichkina daraxt hamisha sizni uyingizda bo'lsin va hamisha sizga ezgulik va ishlaringizda yanada ko'proq baxt, omad tilab qolaman. Bu albatta oxirgisi bo'lmasin. Bunaqa xayriya ishlarni yana ham ko'proq o'tkazaylik. Chunki bizni mana shu yordamimizga muhtoj insonlar, bizdan-da ko'proq muhtoj insonlarimiz bor. Mana shuni unutmaylik. Va umuman olganda biz nima uchun bu dunyoga kelganimizni ham unutmasligimizni so'rab qolgan bo'lardim. Sizga omad, salomat bo'ling. Rahmat. Mavjud opa, bu sizga sovg'a. Shuning uchun mana shu ona mehrini bizga berayotganingiz uchun katta rahmat. Mana shu kitob sizga. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan sizni umringiz iloyim hamma vaqt uzoq bo'lsin. Hammaga qadrli bo'lib, juda hurmatli bo'lib yuring. Rahmat. 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 Rahmat va oxirgisi yana ikkita kitobimiz bor. Baxtiyor aka, qani Baxtiyor aka? Keling. Va Timur aka, keling. Keling. Timur aka. Sizlarga katta rahmat. Go'sht restoranining egalari, mana ko'p yillik qadrdonlarim. Bu sizga. Baxtiyor aka, Timur aka, marhamat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Otabek akam juda ko'p yaxshi hislatlari bor. Mana bugun bitta hislatlaridan bittasini ko'rib turibmiz. Bu hammani to'plab, mana shunaqa ezgu ishlarga qo'l ochib, hammani birda jamlab yaxshi narsani qilish. Men Otabek akamga pastdan aytaman, Otabek aka, men sizga bitta hislatingizga pastdan havas qilaman. Bu to'xtamasdan har bitta dunyoni, shaharlarni ko'rish va
odam ko'p putshesi qilsa agar ko'p dunyo davlatlarida borsa ko'p odamlarni ko'rsa shuncha miyasi rivojlanar ekan. Otabek ham mana shunaqa kunlarni ko'ryaptilar. Hammasini masalan o'tirganimizda man juda ko'p odamlarga uchrashganlarda aytib beradilar. Otabekka siz qilayotgan ishingiz men o'ylaymanki bu o'zbek xalqi uchun, odamlar uchun, yoshlar uchun juda to'g'ri yo'l. Mana shu qilayotgan ishlaringizni to'xtamang aka. Sizga avvalo salomatlik, mana shunaqa ko'p ishlarni qilishga Allohning o'zi anaqa to'g'ri yo'l ko'rsatsin. Rahmat, Timur. Я на русском скажу. У вас талантливый человек, как говорят, талантлив во всем. У вас, оказывается, голос еще Франк Синатра есть. Мы удивлены. Вот. Мы почтим дружбу с вами, Аки. С вами очень всегда приятно. И, как американцы говорят, у вас есть такой персоналити, да? Ну, личность bigger than the world, да, говорят, больше, чем жизнь. Чтобы вы таким всегда оставались, Аки, вы нас всегда обогащаете цитатами мировых людей, это всегда запоминается, мы это часто вспоминаем в многих местах. Вы даже сегодня свой день рождения в благое дело посвятили. Мы вас за это благодарим, и это вдохновляет в самом-то деле. И чтобы у вас главное, чтобы хорошее здоровье было, как говорят, у больного человека одно пожелание, у здорового много, да? И чтобы продолжать вот такое благое дело делать и вдохновлять других, молодежь, в том числе, то же самое делать. Рахмат ака. Rahmat, Baxtiyor aka, Timur aka. Do'stligimizga ko'z tegmasin. Har safar kelib bular mana shunday xayriya aksiyalarida ishtirok etishadi va mana shu kitobni yozishda ham ancha berishgan. Katta rahmat. Menimcha, agarda ruxsat bersanglar, bugungi tadbirni men bir gap bilan tugatmoqchiman. Keyin esa barchani ovqatga taklif qilaman. Faqat ovqatdan keyin qochib ketish yo'q, chunki hali to'rtimiz bor. Bugungi tadbirni men shunday bir insoniy gaplar bilan tugatmoqchiman. Ular 3 kun oldin ularning tug'ilgan kuni bo'lib o'tdi. Lekin afsuski ular 2011-yilda o'tib qolganlar. O'z vaqtida Besamo Mucho qo'shig'ini shunaqa zo'r ijro etganlarki, butun dunyo ularni juda ham hurmat qilardi. Oyoq kiyimsiz diva deyishardi uni. Dunyoning eng qashshoq davlatlaridan biri Cabo Verdeda tug'ilib, million dollarlarga konsertlar berib, hamma pulni esa o'zini davlatidagi kasal bolalarni davolash uchun maxsus klinikalar qurgan inson Cesare Evora. Men bulardan 2 marta intervyu olganman va intervyuning oxirida men ularga bir savol bergandim. Siz o'zi orzungiz bormi? Ha, bor degan. Mana shu Cesare Evorani orzusini aytgan holda bugungi tadbirni men tugatmoqchiman. U shunday dedi. Meni orzuyim butun dunyoda urushlar to'xtasin va kichkina bolalar hech qachon kasal va och bo'lishmasin. Umid qilaman, Cesare Evora qachonlardir o'z orzusiga yetadi. Rahmat. Barchani taomga taklif qilib qolaman. Marhamat. Yoqimli ishtahar.